Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Atlant Fortuna kompaniyasi tomonidan 5-10 litrlik suv ishlab chiqaradigan mijozlarimiz uchun ajoyib yangilik. Yangi uskunamiz bir varakaga 4 ta ishni qiladi. Ya'ni baklashkani qopqog'ini chayqaydi, baklashkani o'zini chayqaydi. Bir vaqtda 2 dona yo 5 litrlik yoki 10 litrlik idishlarga suv quyadi va idishlarning qopqog'ini yopadi. Idishlarning qopqog'ini yopadigan qismini turli xil nasatkalari bor. 0,5 litrdan 10 litrgacha bo'lgan idishlarning qopqog'ini yopish imkoniyatini beradi. Uskuna juda ham sodda, juda ham oson. Demak, mana bu qismida xo'sh, baklashkani qopqog'i chayiladi. Xo'sh, demak, mana bu qismida baklashkani o'zi chayiladi. Bir varakaga 2 ta baklashkaga suv quyiladi va idishlarning qopqog'i yopiladi. Baklashkangizni o'lchamiga qarab turib, uskunani quyadigan qismini, qopqog' yopadigan qismini past va baland qilishingiz mumkin. Uskuna 3 ta nasosdan iborat. Birinchi nasos chayish, ikkinchi va uchinchi nasos esa quyish uchun xizmat qiladi. Demak, sizga mana shunaqangi bir vaqtda 4 ta ishni qiladigan 5 va 10 litrlik suv ishlab chiqarishga mo'ljallangan mini uskuna kerak bo'lsa, Atlant Fortunaga murojaat qiling. Uskuna narxi bor yo'g'i $1900.